o'rtoqlar, yana bitta yolg'onchi, yana bitta ishini eplolmaydigan, eplab reklama qilolmaydigan, reklamada hamma narsani ko'rsatib bera olmaydigan kosmetika do'koniga uchradim. Mana buni sizlarga ko'rsatdim, Astra, lekin hali bo'yanib ko'rmadim. Eplolmasangiz sotmang. Qarichi. Mana mendagi eplaydigan odamni sotish kerak deb, buni tushunasizmi? Dahshatligini qarang. Dahshatligini qarang, mana buni superligini qarang. Mana bitta highlighter ham bor. Nimaga bunaqa super narsalar? Men tushunmayman sizni. Nima haqqingiz bor O'zbekistonga qimmat kosmetikani olib kirib, arzon narxda sotishga? Bu bir. Ikkinchidan, nimaga bunaqa zo'r yotadi bu odam yuziga? Men tushunmayman hozir. Tenini ham ishlatib ko'raman. Men вообще shokman. Mayli, hozir tendan oldin bitta ham lab bo'yog'ini bo'yaylik. Rangini qaranglar. Hech qaysi mana qimmat pomadada yo'q. Maybelline tashlab yubordim, shunga o'tdim. Rangi nima deyapti? Nega bunaqa nejniy? Keling, menga kosmetika do'koni, kosmetik profilingiz ma'yur o'zi. Agar shunaqa kosmetikalar bo'lsa, ichida Hadicha, nima sotayotganingizni bilasizmi? Nimaga qo'l urib qo'yganingizni bilasizmi? Eplab buni Toshkentga hozir yetkazib bera olasizmi? Tim bo'li 200 minglik narsa olsa, palonchi pomadamiz tekin, bir baloli. Siz вообще tekinga narsa bermang. Umuman podarka ham qilmang. O'zi arzon sotasiz, narsalaringiz ham zo'r. Endi zarur o'rtoqlar, shunaqa taklif beraman, lekin bu podarka qo'yadi, yaxshi ko'radi. Dahshatligini qaranglar. Просто mana iPhone 17 Pro Max bo'lsa ham butun go'zallikka yetkazib bera olmasa kerak. Mana qaranglar, tenni palitrasini. Nima deyapti? Я просто в шоке deydi. Shok bo'lib o'tiraman. Qizlar, davay olinglar sizlar ham, yangi yilga o'zingizlar podarka qilinglar. 200 minglik qanaqadir kosmetikasidan shundanmi? Astra kosmetikasini точно bilmadim. Nima aksiya qilyapti? Men aksiyalarga qiziqib o'tirmadim. Oldin ishladik, keyin gaplashamiz dedim. Lekin cho'tki ekan. Men har doim chestniy отзыв qilaman. Lekin ko'nglim zo'r, ishlatib ko'ring. Eko, yuzga narsa toshirmaydi. Ko'zlarni achitib yormaydi, qalam tushlari deydi. Bunaqa sotish kerak emas. Buni dahshatli maqtab sotish kerak. Biladi bu ham kimga narsasini o'tkazib, kim orqali ommaga chiqishi. Mana menda shu odam. Hadicha, manda, davay. Ataganu qorqiz videoyimda ham kosmetikadan foydalanganmiz, esingizda tutib, siz bilarsiz. Lekin yorvorishin ekan. Endi men nimaga bunaqa gapiraman? Mana shu gaplarim ta'sir qilsin, yana ham ko'proq, yana ham berilibroq, qo'rqmasdan, uyalmasdan reklama qilsin. Chunki zo'r narsa sotyapti-da. Ba'zilar bilmaydi-da, o'zini ishiga new verin bo'ladi. Profiliga ham o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Faqat meni podpischiklarimga qimmat sotishga haqqingiz yo'q. Davay, chiroyli qilib berasiz. Meni qizlarim sizdan oladi. Hamma ham Dior, Chanel ishlata olmaydi. Mana Astra italyanskiy brend. Bemalol samsili vizajistda o'qib, shularni olib, keyin masterlar orasida hali byudjeti katta bo'lmasa, katta mana donasi 50-60 dollar turadigan tellaga pul ishlata olmasa, mana qizlar o'shanga qarab keyin makiyajlar narxi ham chiqadi-da. Aytadi-yu, ham bu yerda kачество bor, ham количествоdan arzonroq makiyaj qilib sotib yutasizlar. Chunki kosmetika arzonroq olsanglar, uslugingiz ham arzonroq bo'ladi. Lekin просто bomba. Mana sразу ko'rishingiz mumkin. Rumyanasi, yuzimda BB kremi, qani BB kremi, вот. BB kremi yuzimda bunaqa qilib qo'ydim. Вот, en must have qizlar.